Bu trendni ko'rib rostdan ham kulgan edim. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb. Ozgina o'zgartirish kiritdim, natijada haqiqiy shedevr paydo bo'ldi. Trendga chiqib ketgan videolarda yaxlagan tarvuzga qaymoni solib shunaqa marojniy qilishayotganini ko'rib qoldim. Men bo'lsa qaymoni o'rniga limon bilan sugushoni molokoni qo'shdim. Tayyorlayotgan vaqtim menga dastavka kelib qoldi. Hozir to'xtab turing, ko'rib oling, hamma buyurtmam kelganmikan. Bugun dam olish kuni bo'lgani uchun ovqat qilmadim. Bolajonlarim super onasi bo'lganim uchun sushi mushidan har xil setlardan buyurtma berib yubordim. Hamma buyurtmam issiq holda svejiy bo'lib keldi. Uyimizda sushi yoqtirmaydiganlar ham bor edi. Hammaliga maqtab yeb olishdi. Videoda ko'rsatgan pizzamni albatta siz ham bitta olib yeb ko'ring. Chunki ishtahasi yo'q odam ham ishtahasini lovullatib yuborar ekan. Buyurtmalarim hammasi joy-joyida va chiroyli ko'rinishda kelgan. Tarvuzim 2 kun yaxonada turgani uchun qo'rqmasdan erib ketmasligini bilib, sushilarni maza qilib yeb oldim. Qorin to'ydi-yu, g'amgina hojati pizza sushilardan keyin zo'r ketadigan marojnigimni davom ettirdim. Limon, moloko va tarvuz aralashmasdan tayyor bo'lgan marojnigimiz shunaqa shedevr bo'lib chiqqanki, qoshuv bilan qirib olasiz, marojnitsaga solib mazza qilib tanovul qilsangiz bo'ladi. Agar videolarim sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Albatta videoni yaqiningizga jo'natib qo'ying.